Hi everyone, welcome to I Language Training Center video classroom. And today we will learn new concept English book 1, lesson 47, a cup of coffee. Assalamu alaikum sağolashlar. G'oyatli tarbiyalash markazimizning sin darsi keyinlarni qarshi olamiz. Endi bugungi darsda biz Yīڭī inglizda birinchi qism 47 dars, ya'ni cup of coffee degan mush darsni o'rganmoqchi. Endi bizniki ta'tillik darslar tufayli bizniki mush oldimizdagi oldin qatim olgan dars bir mezgil to'xtab qoldi. Endi bugundan boshlab normal holatda sizlarniki shu dars o'rganishinglarga suniladi. Andaqda bugun o'rganmoqchi bo'lgan dars bir qahvaga oid. Nima? Bir stakan qahva. A cup of coffee. Okay, cup of coffee. All right. So, do you know about the coffee? Okay. Savodashlar. Sizlar qahva to'pliq nimalarni bilasizlar? Masalan, qahvaning turlarini tushunaman. Masalan, boshqalar bilan, do'stlaringlar bilan oshxonalarga kirsanglar yoki qahvaxonalarga kirsanglar, shu qahvaxonalarda ishlatilgan qahvaxonada masalan sotilgan shu qahvaning turlarini bilamsizlar. Odatda black coffee, endi bugungi bu tekst chiqadigan bir so'z bor, black coffee. Endi black deganimiz qora. Coffee qora qahva. Bu xuddi qora choy, qora qahva degandek hamda black coffee odatda nima deysan, o'sha sut qo'shilmagan qahvani odatda nima deymiz? Black coffee deymiz. Xo'sh, hamsa mushu black coffee degan sap qahva, shu nomi hech qanday sut bir narsa qatmay shu qirta qolatdiki. Unoqda boshqa qahvalarning turlarini bilamsizlar. Okay, what about the first one? Okay. And the first one degan nima? Cappuccino. All right, cappuccino. And the cappuccino deganimiz asosiy qilmaysan, shu qahvaninki biz ilgari bir darsimizda bir qatim so'zlab o'tgan bu qahvaning turlari hamda bu qahvaninki farqligi asos farq nimaga asosan farqlanadi desanlar, shuningga qatilgan sut hamdan shu sutga arqil qaymoq undan keyin shakar, shuning tarkibining o'xshamasligiga asosan shu qahvaning turlari o'xshamaydi. Masalan, cappuccino o'shunami, buni sut qo'shilgan qahva intayin yaxshi yaxshi qahva cappuccino. Ismi bir xil qanday desam, bir chiroyli cappuccino. Endi bu qahvaniki alaylik hamda bu shu rangin tayin chiroyli ustida sut ko'pikchilari bor. Masalan, sut ko'pikchilaridan nima desam, chiroyli har xil yurak, urug', har xil shakl bor. Uniki nima? Blue Mountain. Okay, blue ko'k, mountain qop. Endi ko'k tog' qahvasi. Endi bu ko'k tog' qahvasi o'sha intayin qimmat bo'lgan qahvalarning bir turi bu. Hisobda intayin qimmat bo'lgan qahvalarning kenimsi bir turi. Mushuni deymiz Blue Mountain. Okay, Blue Mountain. Okay. Okay, next one is mocha. All right, ko'rinib bu shaklni. Bu nima desanlar? Mocha. Mocha qahvasi shunami? Bu mocha ko'rinib shaklni. Bu mushtilar nima desanlar? Shu sut ko'pikchilari. Sut ko'pikchilari yozilgan har xil chiroyli qahva. Rengi, onun keyin har xil chocolate bir narsa qattigan. Onun keyin nima? Latte. Okay, latte. Endi bu latte-chi? Latte night ichishlik, shaxsan men xil omroq bu xil tipdagi qahvaga. Nima? Latte. Demak, hamda mushu qahvalarni qanday qilamiz? Like. Okay. Endi yana bir bugungi birinchi so'z nima ekan? Like. Demak, omroq, yaxshi ko'rmak. O'qibinglar, like. Oxirgi i'ni talaffuz qilmaymiz. Like emas, nima? Like. Masalan, like something. Okay, ma'lum narsaga qanday qilmoq, omroq bo'lmoq degan gap. Ma'lum narsaga omroq bo'lmoq. Undan keyin hamda men like to do something bilan like doing something. Ma'ushki so'z, ma'ushki phrase, so'z berikmizga qarab baqsaq, bularning azroq farqi bor savodoshlar. Endi mishada like to do something deganimiz ma'lum bir ish qilishni qanday qilmoq, xohlamoq, yaxshi ko'rmak degan gap. Endi like doing something degan nima? Ma'lum bir ish qilish amroq. Demakchi, bir odatlanib bo'lgan bir ishni ko'rsatadi. Masalan,
I like to study English. And I like to study English bo'lsa nima deysanglar? Meni bek ingliz tili o'rgangim bor. Shunama shu bir ish qilishni hozir bek xohlayman, shuningga yaxshi ko'raman, amroq degan gap. I like to study English. Demak, mening ingliz tili qanday qilgim bor, o'rgangim bor. O'rgangim bor. And I like studying English bo'lsa, men ingliz tili o'rganishga amroq. Demek hem de İngiliz tili öğrenmek demekçe, bu İngiliz tili öğreniş sizinki bir adetiniz degan gap. Hem demekçe bu şunda bir adet karakterlik işlarni deganda nima deysanglar? I like doing something deymiz. Mesela I like playing football. Men futbol o'ynashga amroq. Demek hem de futbol o'ynash sizniki nima deysiniz? Adetiniz. Hem de turib, "Voy, mening futbol o'ynagim kelyapti ya." Şunun amroqligim tutadi demekçi bunda qiyg'im bor. Mani qıppaqam kiyotidi deb qo'yimizga, shun I like to. Mesela I like to play football. Nima ish qilsangiz, futbol o'ynaymiki. Mesela ochqanni kirib, nima ichsiz desam, I like to drink, yoki I like to have latte. Shunami? Men shu latte qanday qilmoqman? Ichgan bor. Because I like drinking, yoki I like having latte. Demek hamda shu latte ichish sizningki odatingiz. Demek I like having cappuccino. Okay. Mening cappuccino qanday qilgan bor? Demek demek sizning odatingiz shunami? Demek hamda like doing something bir odat karakterli ishlarni mesela shunga amroq. Demek shu ishni qilish sizning odatingiz shunami? And I like to do something bo'lsa, bu sizlarningki like to do something. Odatda bu mush ishni qanday qilmoq amroq. Mesela I like English. Okay. Do you like English? Okay. I like English. Nima? Ne ingliz tili amroq? Do you like English? Savol shakli. Siz ingliz tili amroqmi degan gap. Okay. Oldingi sinfda bir savoldosh mesela bu to'ldiruvchi deganni misol qilib tushuntirmadi. I love you desam, do you love me deydi-chi. Şuna olan balla paraqlarını kulib ketdi-chi, qizchaqda. Do you love me dedi. Okay. Demek hamda misha I love, like degan amroq yaxshi ko'rmak shundami? Love degan so'ymak shundami? Uni nima aytdi? Chunqur yaxshi ko'rish. Yaxshi ko'rish. Like yani mesela love. Oh right. Endi qaranglar, bu ikki jumla oshpaz nim debdi. Debdi-ki I like to cook. I like to cook. And I like cooking. Demek, I like to cook. Demekçi mening tamoq etishga amroq. Mening tamoq etgim bor. Shunami? I like cooking. Men tamoq etishga amroq. Demekçi tamoq etishga amroqligi qana oniki odatda. Endi bir savolga aylandi o'g'an nimada bo'ldi? Do you like to cook? Siz tamoq etishga amroqmi yoki tamoq etgingiz bormi? Demek shu vaqtda shunda qiyg'ingiz bormi? And do you like cooking bo'lsa, siz tamoq etishni yaxshi ko'ramisiz? Demak, tamoq etishdan iborat bir ish, uningki odati. Demak, shunda sizning odatingiz bor.